Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Xalqaro sharh dasturining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Bugun ham an'anaga muvofiq ko'rsatuvimizda turli mavzularga murojaat qilamiz va studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Hurmatli ekspertlar, avvalo studiyamizga xush kelibsiz. Mana yaqinda Samarqand shahrida o'tkazilishi ko'zda tutilayotgan Birodar shaharlar barqaror rivojlanish va xalq diplomatiyasining yangi modeli xalqaro anjumani O'zbekistonning xalqaro gumanitar siyosatida qanday o'rin tutadi? Marhamat, Otabek aka. Xo'p, avvalo shuni aytish kerakki, mazkur xalqaro forum O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazilyapti. Bu juda ham katta qadam desak bo'ladi. Shaharlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalari uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Shaharlar o'rtasida hamkorlik bu faqatgina madaniy hamkorlik emas, bu iqtisodiy, siyosiy, investitsiyaviy, innovatsiyalar, ta'lim sohasidagi hamkorlikni o'z ichiga oladi va yer yuzi aholisini qariyb hozirgi kunda 57-58% aholisi shaharlarda istiqomat qilmoqda. Ana shu shaharlar jamoatchiligini do'stlashtirish, ular o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish bu juda ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham birinchi marta Samarqand shahrida Birodar shaharlar xalqaro forumi tashkil etilishi mana kutilyapti. Bu O'zbekiston tashqi siyosat uchun ham, O'zbekistonni xalqaro imijini oshirish uchun ham juda ham muhim ahamiyatga ega tadbir bo'lishi kutilmoqda. Haqiqatda mana so'nggi yillarda O'zbekiston bir qancha xalqaro forumlar o'tkaziladigan doimiy bir maydonga aylanib ulgurdi. Bular sirasiga misol uchun yaqinda bo'lib o'tgan xalqaro investitsiya forumini olishimiz mumkin yoki xalqaro islom sivilizatsiyasi forumini olishimiz mumkin va mana endi Samarqand hududida bo'lib o'tadigan yana bir xalqaro bir anjuman, xalqaro forum, bu Birodar shaharlar xalqaro forumi. Bu forumni o'zi mantiqan o'tkazilish yetib keldi deyishimiz ham mumkin. Bunda olib qaraganda, negaki hozir bugungi globallashuv davrida davlatlar o'rtasidagi rasmiy diplomatiya bilan bir qatorda hozir shaharlar kesimida, hududlar kesimida xalq diplomatiyasi shaklidagi munosabatlar har qachongidan ham rivojlanib bormoqda va bunga davlatlar o'rtasidagi qaysidir ma'nodagi rasmiy diplomatiya bunga imkon bersa, ikkinchi tomondan madaniyatlar borasidagi yaqinlik, tarix borasidagi yaqinlik va rivojlanishdagi bir-biri bilan o'zaro mutanosiblik ham bevosita aynan shaharlar o'rtasidagi birodarlik aloqalarini mustahkamlanishiga, keng quloch yoyishiga zamin yaratmoqda va aynan Samarqand shahrida o'tkaziladigan Birodar shaharlar xalqaro forumi ham aynan kelgusida birodarlik aloqasi borasida, aynan shaharlar, hududlar o'rtasida bu boradagi aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish va kelgusidagi oldinga qo'yiladigan vazifalar va xalq diplomatiyasining aynan qanday ko'rinishlarini kelgusida rivojlantirish va qaysi jabhalarda hamkorliklarni yanada mustahkamlashtirish va aynan qaysi yo'nalishlarda hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, joiz bo'lsa hujjatlarni imzolash, shartnomalarni imzolash masalalari kutilmoqda. Millatlararo totuvlik va bag'rikenglik sohasida O'zbekiston tajribasi xalqaro hamkorlarda qanday qiziqish uyg'otmoqda? Bu ham juda ham muhim yo'nalish hisoblanadi. Millatlararo munosabatlar sohasida xalqaro hamkorlik. Chunki O'zbekiston azaldan ko'p millatli mamlakat bo'lgan. Bu tarixdan ham ma'lum. Mintaqada, Markaziy Osiyoda juda ko'plab millatlar, ellatlar qorishuvi asosida qadimdan aloqalar bo'lgan. Hind sivilizatsiyasi, Xitoy sivilizatsiyasi, Markaziy Osiyo, islom sivilizatsiyasi mana shu chorrahada bir-birlari bilan ko'rishgan, muloqot qilgan. Shuning uchun ham buni tarixi juda uzoqqa borib taqaladi. Endi hozirgi kun uchun ham bu juda ham muhim ahamiyatga ega. Nima uchun muhim ahamiyatga ega? Ba'zan ko'pchilik bu sohani aytaylikki iqtisodiyotdan, investitsiyadan keyingi o'rinda ko'rish mumkindir, lekin e'tibor berib qarasak, hozir aynan iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorliklar uchun ham xalqlar bir-birini yaxshi bilishlari, madaniy almashinuvlar bo'lishi lozimligini biz ko'rib turibmiz. Nimaga? Chunki xalqlar bir-birini tanimasa, yaxshi bilmasa, bir-biri bilan savdo qilmaydi. Mana bu tarixda ko'p misollarni bunga misol qilib olishimiz mumkin. Hozirgi kunda esa mana O'zbekiston xalq diplomatiyasida
shunaqa bir jarayon ketyaptiki, biz qo'shni mamlakatlar bilan, qardosh xalqlar bilan, qolaversa Osiyo mintaqasidagi davlatlar bilan, Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar bilan, olis mana Amerika qit'asidagi davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini, iqtisodiy aloqalarni rivojlantiryapmiz. Yaqinda bir xabar eshitdim, Braziliyada O'zbekistonda savdo uyi ochilyapti. Bu bejizga emas bu. Bu juda katta rejalar, juda katta maqsadlarni debochasi. Ana shu debochani kerak bo'lsa eng boshida, eng asosida albatta millatlar o'rtasidagi hamkorlik eng muhim o'rin tutadi. Bu bevosita siyosiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Agar hozirgi kunda dunyoda siyosiy barqarorlik bo'lmasa, biz ko'ryapmiz mintaqalar o'rtasida qanday nizolar kelib chiqayotganligini, iqtisodiy aloqalar to'xtab qolayotganligini, savdo aloqalari bir necha karra qimmatlashib ketayotganini ko'ryapmiz. Demak, bizni tashqi siyosatimizda, bizni mintaqamizda eng muhim yo'nalish bu millatlararo munosabatlar sohasi. Va bu kutilayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan nizolarni oldini olish uchun ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Qo'shnilar bilan aloqalarga ham e'tibor bering. So'nggi yillarda biz ular bilan shunaqangi qadrdon, jondosh, qondosh yoki o'sha qardosh xalqqa aylandik. Biz ularni xalqaro arenalarda birgalikda qo'llab-quvvatlayapmiz. Sport arenasi bo'ladimi, madaniy hamkorlik bo'ladimi, siyosiy aloqalar, barchasida biz bir butunmiz. Mana bu haqiqiy o'sha millatlararo totuvlikni bir mevasi desak bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston tashqi siyosatida millatlararo munosabatlar sohasidagi hamkorlik ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Haqiqatda mana oldinda turgan Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan 24-25 iyul kunlaridagi birinchi Birodar shaharlar xalqaro forumi ham ana yuqorida ekspertimiz tomonidan ta'kidlangan jihatlarni qaysidir ma'noda keng jamoatchilikka va aytish joiz bo'lsa jahon hamjamiyatiga bir namoyon qilish uchun ham bir muhim imkoniyat deyish mumkin. Haqiqatda mana so'nggi yillarda O'zbekistonning xalqaro maydondagi ochiq, pragmatik, tinchlik siyosatini asoslari deyishimiz mumkin va bu asoslar birinchi navbatda mamlakat ichkarisida mustahkam qaror topgan millatlararo totuvlik va hamjihatlik masalalari bilan ham bevosita bog'liq. Negaki mana yuqorida ta'kidlangandek, haqiqatda azaldan Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekiston zaminida tarixdan turli millat vakillari, din vakillari birgalikda, hamjihatlikda yashab kelgan bir ijtimoiy makon sifatida ma'lum hisoblanadi va bugungi kunga kelib aynan yangi O'zbekiston davriga kelib aynan bu masalalar o'zini bir yangicha qiyofasini ko'rsatmoqda va yangicha bir mazmunda kashf etilmoqda desak xato bo'lmaydi. Sababi bugun aynan 130 dan ortiq millat elat vakillarining urf-odatlari va qadriyatlarini saqlash, ularni rivojlantirish, kelgusi avlodga yetkazish borasida bugun 157 ta milliy madaniy markazlar faoliyat yuritadi. 16 ta diniy konfessiya vakillari bevosita tinch hamjihatlikda yashab kelmoqda. Va ta'kidlash joizki, bu raqamlarga bugun faqatgina raqam sifatida emas, balki aynan ko'p millatlilikda bugun davlatimizda aksincha ustunlik tarafi, balki ma'naviy ustunlik jihatlari sifatida e'tirof etilmoqda va e'tibor qaratilmoqda va mana so'nggi 8-9 yillikni olib qaraydigan bo'lsak, aynan millatlararo munosabatlar va hamjihatlik masalalari bo'yicha aynan konseptual asoslar yaratilganligi bilan va bu borada aynan davlat vazirlik idoralarini bu boradagi faoliyatini muvofiqlashtirish, shu bilan birgalikda xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan uzviy aloqalarni yo'lga qo'yish maqsadida aynan respublika ijro etuvchi organi ham tashkil etilganligi va mana o'tgan yili o'zingiz bilasiz, davlatimiz rahbarining 2025-yil 19-martdagi 52-sonli farmonlar hamda 115-sonli qarorlar asosida aynan millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi qayta tashkil etildi va aynan qisqa vaqt ichida 157 ta milliy madaniy markazlar, 48 ta do'stlik jamiyati hamda xorijdagi vatandoshlar tomonidan asos solingan 100 dan ortiq jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Va bu borada ishlar, amalga oshirilayotgan ishlar qaysidir ma'noda sifat jihatdan yangi bosqichga chiqishga ulgurdi deyishimiz mumkin. Va mana yaqindagina bo'lib o'tadigan
do'stlik festivali tadbirlari ham bu qaysidir ma'noda bu jihatlarni ham yana bir bor ko'rsatib beruvchi va bu jihatlarni yana bir namoyon etuvchi, ifoda etuvchi bir muhim platforma vazifasini o'taydi. U ham bo'lsa, mana xabaringiz bor, Millatlararo munosabatlar qo'mitasi huzurida davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan aynan Milliy madaniy markazlar pavilyoni qad rostlagan va mazkur pavilyon bugungi kunda turli millatlar vakillari uchun o'zaro madaniy almashinuv maydoni sifatida xizmat qilib kelmoqda va e'tiborlisi bugun mazkur pavilyon nafaqat o'zimizda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun sevimli emas ekan, balki yurtimizda bugungi kunda tashrif buyurayotgan va ma'lum bir sohalarda faoliyat yuritayotgan xorijlik sayyohlar, ekspertlar, olimlar uchun ham bu borada aynan sayyohlik borasida ham muhim bir nuqtalardan biri sifatida e'tirof etilayotganligi ham bor gap va bugun aynan pavilyonga tashrif buyurayotgan xorijlik mehmonlar aynan millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekistonni salohiyati va ularga yaratib berilayotgan keng imkoniyatlarni aynan pavilyonda o'tkazilayotgan tadbirlar kesimida yoki o'sha pavilyonda amalga oshirilayotgan tashkillashtirilgan muhim do'stlik markazlarini ko'rib ham bu boradagi ishlarni jonli bir guvohi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Mana forum davomida xorijiy hamkorlar bilan qanday yangi kelishuvlar yoki tashabbuslar muhokama qilinishi rejalashtirilmoqda? Forum davomida avval aytib o'tishimiz kerak, 20 dan ortiq mamlakatlardan 50 ga yaqin demak mehmonlarni kelishi kutilmoqda. Bular shahar merlari, ya'ni O'zbekiston shaharlari, hududlari bilan birodarlik aloqalarini o'rnatgan yoki o'rnatilishi kutilayotgan shahar ma'muriyati rahbarlari tashrif buyuradi. Ikkinchidan olimlar tashrif buyuradi, ekspert olimlar, shaharshunos, hop, siyosatshunos, tarixchi, madaniyatshunos, umuman shu sohaga yaqin bo'lgan ekspertlarni tashrif buyurishi kutilmoqda. Mana shu forum doirasida bir qancha tadbirlar rejalashtirilgan. Shular orasida yangi birodarlik hamkorliklarini imzolash marosimi ham bor. Bir qancha Yevropa mamlakatlari shaharlari bilan, Osiyo mamlakatining shaharlari bilan hamkorlik yangi memorandumlari imzolanadi. Qolaversa, o'sha oldin imzolangan hamkorlik memorandumlari asosida yangi yo'l xaritalari, chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqilmoqda. Bu ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Ya'ni bizda shu kungacha 80 dan ortiq shaharlar bilan birodarlik aloqalari bor. Shuni biz yana ham kengaytirish rejalashtiryapmiz. Yaqin yillar ichida buni 100 taga yetkazish asosiy maqsad qilib olingan. Bu faqat birinchi qadam xolos. Ikkinchi qadam nima? Faqatgina shu hamkorlik memorandumlari emas, endi ularni amalda ham ishlashi juda ham muhim ahamiyatga ega. Buning uchun aytaylikki, mana Turkiyadan, Ozarbayjondan, Pokistondan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Amerika Qo'shma Shtatlari, hop, Fransiya, Bolgariya, Serbiya, Latviyadan biz mehmonlarni kutib olishni rejalashtiryapmiz. Ular shahar merlari, ular bilan imzolanadigan hamkorliklar bilasizmi nima uchun ahamiyatli? Ahamiyatliligi shundaki, ko'pchilik biladi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2030-yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari ishlab chiqilgan. Barqaror rivojlanish maqsadlarining 11 va 17 bandlari aynan bevosita shaharlarning barqarorligi va barqaror hamkorlik aloqalari bilan bevosita bog'liq. Ya'ni biz hozir rejalashtirayotgan va umuman qilayotgan barcha ishlarimiz bevosita o'sha xalqaro hujjatlar, xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik aloqalariga ham bevosita mos tushadi. Biz bevosita SDG 17, ya'ni BMTning 17 dasturini ikkita bandini amalda ham bajarayotgan bo'lamiz. Bularning orasiga nimalar kiradi? Investitsiyaviy hamkorliklar kiradi. Ya'ni forum doirasida yana bitta muhim qismi bor, bu B2B uchrashuvlar, ya'ni ikki tomonlama uchrashuvlar. O'zbekiston shaharlari va xorijiy mamlakat shaharlari. Misol uchun Samarqand o'zini birodar hamkori bo'lmish Latviyaning Yurmala shahri bilan savdo, iqtisodiy, turizm, madaniy hamkorliklar bo'yicha
yangi loyihalarni ko'rib chiqadi. Qolaversa, mana Toshkent Seattle eng aytaylikki biz faxr bilan aytadigan tarixiy asosga ega bo'lgan birodarlik aloqalari 73-yil tashkil etilgan bo'lsa, bu mana yarim asrdan ko'p vaqt o'tdi. Ularni ham o'zaro o'sha hamkorlik loyihalari bor. Bu loyihalar orasida eng muhim jihati yuqorida demak Ozodbek Quvondiqov aytganidek, vatandoshlar bilan bog'liq hamkorliklar ham bor. Sababi Seattle'da ko'pchilikga ma'lum bo'ldiki, o'zbek mahallasi tashkil etildi yaqinda. Ana shu o'zbek mahallasi va umuman Seattle'da yashaydigan o'zbeklar bugungi kunda Toshkent va Seattle o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'tayapti. Ular o'rtasida madaniy tadbirlar bo'yicha, hatto iqtisodiy, investitsiyaviy loyihalar muhokamasi kutilyapti. Va yana bitta muhim jihatni aytish kerak, bu ham bo'lsa qardosh xalqlardan biri bu Ozarbayjon va O'zbekiston shaharlari o'rtasida 13 ta birodarlik aloqalari bor. 13 ta. Ana shu birodarlik aloqalari bo'yicha alohida yo'l xaritalari, dasturlar, ya'ni biz shaharlarni o'zlarini salohiyatidan, o'zlarini imkoniyatlaridan, istiqbollaridan kelib chiqib, alohida demak dasturlarni ishlab chiqyapmiz. Qaysidir shahar bilan investitsiyaviy hamkorlikni, qaysidir shahar bilan, birodar shaharlar bilan madaniy, turizm aloqalarini, chunki birodarlik aloqalarini o'rnatilish tarixi ham shunga borib taqaladi. Qaysidir shaharlar iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishni o'zlarining oldiga maqsad qilib, shunga ko'proq urg'u berishadi. Mana misol uchun Samarqand va Sian shaharlarini biz misol qilib olishimiz mumkin. Turistik salohiyati juda ham yuqori bo'lgan ikkita qadimiy poytaxt shaharlar hisoblanadi. Yoki aytaylik, mana Islomobod shahri meri demak tashrif buyurishi kutilyapti. Biz Pokiston bilan har tomonlama aloqalarni rivojlantirib boryapmiz. Mana shu yilni boshida prezidentimiz Pokistonga rasmiy tashrif bilan bordi va Pokiston bilan demak hamkorlik aloqalarimizni ko'lami ham keng. Bu qishloq xo'jaligi bo'yicha, bu sanoat bo'yicha, bu farmatsevtika bo'yicha, bu umuman ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi. Demak, forum doirasidagi tadbirlardan kutilayotgan asosiy maqsad faqat rasmiy tashqi aloqalarni emas, balkim hududlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini ham rivojlantirish ko'zda tutilgan. Bu esa mamlakatimizni barcha hududlarini, barcha mintaqalarini o'sha barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Mana shu yuqorida aytib o'tganimizdek, BMTning 11-17 bandlari aholi punktlarini rivojlantirishni ko'zda tutgan. Qarang, aholi punktlari bu faqat poytaxtlar emas bular. Bular mana yaqinda O'zbekistonda aholini ro'yxatdan o'tkazish demak natijalariga ko'ra O'zbekistonda ham bugungi kunda shahar aholisi 54,5-55% tashkil etadi. Bu borgan sari shaharsozlik jarayonlari avj olayotgan O'zbekiston hududlari uchun albatta ular bilan do'st bo'lgan, ular bilan hamkor bo'lgan xorijiy mamlakatlarni shunaqa shaharlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish, ulardagi aytaylik ba'zi muammolarni yechimini ham bevosita biz mana shu forum doirasida niyat qilganmiz, ko'zlaganmiz va shu maqsadda loyihalar ishlab chiqilmoqda. Hurmatli ekspertlar, qisqa lekin mazmunli suhbat uchun tashakkur. Yana sizlarni keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz.